Assalomu alaykum sizlar. Men vrach endokrinolog, bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan vrach va Chexiyada bir necha yillar davomida yashab, ularning malakalarini ko'rib va doktorlar bilan maslahatlashgan holda juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lgan inson sifatida bugun sizlar bilan yana shu mavzuni davom ettirishga harakat qilamiz. Demak, o'smirlardagi kasalliklarni davolaymiz. O'smirlarda ko'plab kuzatgan mavzularim bo'lgan, o'zimning o'smir farzandlarim bor, ikki o'g'lim. Aynan shu mavzuda ko'plab menga qiziq bo'lgan ma'lumotlar sizlarga ham qiziq deb o'ylayman. Demak, bugun aytmoqchi bo'lgan narsam bu ovqatlanish rejimidan endi o'tib, bolani qanaqa qilib diyetalar paytida. Aynan qizlar hozir juda ham modaga chiqdi. Qizlar aynan qorinlar ploski bo'lgan qizlar, qorinlari yo'q qizlarni orzu qilishadi, diyetalarni boshlashadi. Bismillah diyetani boshlaydi, birdaniga hayz to'xtab qoldi. Nimaga bunaqa holat yuz beradi? Buni bilish uchun men juda ham ko'plab tajribalar qildim. Ya'ni bu aynan yog' yetishmovchiligidanmi degan savolga har deb javob beraman. Ko'pinchalik qizlarda ratsionni buzilib qolishi kuzatiladi. Ya'ni ertalab non yeydigan qiz non yemay qo'ydi, sariyog' yeydigan qiz sariyog' yemay qo'ydi, tuxumlarni yemayapti, kerakli bo'lgan kletchatkalarni yemayapti va kun davomida faqat 1-2 marta shu bir narsalarni yeb qo'yib, ozishga harakat qiladi. Va bu organizmda bunt boshlanishiga va hayzi to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Oqsil yetishmovchiligi, o'zi qizda selen, yod yetishmovchiligi, turli o'zgarishlar yetishmovchiligi ko'payib yotibdi. Bu qizda aynan diyetalar paytida bu narsa avjiga chiqadi va ichaklardagi disbalanslar kuchayib, buni natijasida hayzda to'xtab qolishi kuzatiladi. Bunaqa paytda albatta endokrinolog huzuriga onalar olib kelishi shart. Nimagaki, sizlarni umuman bu o'smir paytida aynan katta bo'layotgan, hayotga kirayotgan insonlar eshitmaydi. Nimagaki, sizlar har doimgidek bir xil gaplarni qayta qilaverasizlar va buni miya qabul qilmaydi. Bu juda ham faktlar bilan keltirilishi kerak bo'lgan. Hozirgi bolalar juda ham aqllilik kuchayib ketgan, chunki ChatGPT'lar bor, yangi tekshiruvlar, yangi maslahatlarni internetdan olishi mumkin. Vrach bilan gaplashish kerak insonlarga. Bu narsa qanchalik muhimligini tushungan. Va albatta gрамотный vrach bo'lsa, buni birinchi bo'lib tekshiruvlar kuzatib, faktlar orqali tekshiruvlarning qanchalik muhimligi orqali ko'rsatadi va keyinchalik bu qizda hayotiga bo'lgan mas'uliyat, sog'lig'iga bo'lgan mas'uliyat juda ham kuchayadi. Va keyin uni yana ginekolog, endokrinolog borib qiynalishi, homilador bo'lmayapti deb yurishi bo'lmaydi. Inshaalloh bu juda ham chiroyli natijaga ega. O'g'il bolada bo'lsa, hozir juda ham ko'p kuchaygan narsa bu muskullarni o'stirish uchun o'smir bolalarda oqsillarni, proteinlarni ichish kuzatiladi. Lekin bu to'g'rimikan? Ko'plab savollarni javobsiz qoldirgim keladi. O'g'lim protein ichmoqchi, mushaklarni o'stirmoqchi, bu sog'lomlik-ku, fitneslarga boradi degan narsa bor. Ha, bu sog'lomlikda yaxshi qadam, lekin proteinlarni ko'p miqdorda qabul qilish ham testosteronni o'zgarishiga va gormonlarni disbalansiga olib kelishi mumkin. Juda ko'p oqsillar buyraklarga nafasga tushirishi va keyinchalik bolada nima deydi, testosteronni hosil bo'lishi, o'zgarib qolishi kuzatilishi mumkin va potensiyaga bu ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu isbotlangan faktlar bilan asoslangan va bolada yana ko'p mushaklar uchun ko'p har xil toshlarni ko'tarish, noto'g'ri harakatlarni qilish ham yana gormonal disbalansga olib kelishi mumkin. Shuning uchun birinchi vrach endokrinolog bilan maslahatlashasizlar va shundan keyingina agar ruxsat berilsagina qancha miqdordaligini u belgilab beradi, shundan keyingina ichish mumkindir. Aytsanglar bu juda chiroyli taqsimga loyiq so'zlar bo'ladi. Sizlarni eshitadi va keyin birdaniga taqiq qilingan narsa shirin bo'lmaydi deb sizlarni aytganinglar qilib u o'smir inson yangi qadamga, ya'ni gрамотный o'zini sog'lig'iga qarashni o'rganadi. Shuni aytib o'tmoqchimanki, har bir yo'lda sizga yordamchi bo'lgan insonlar kerak. Sizlar ota-onalar to'g'ri tushuntiraman deb ko'pincha bolaga noto'g'ri yo'llama berishingiz mumkin va u aynan sizlar aytganinglarni teskari qilishi mumkin. Shu
Shuning uchun o'zinglar asqotilarni tasvirga olib vrach murojaat qilinglar va biz sizlar bilan birgalikda yechamiz.